bendesin Özgeni yer özünni asman deme Samaya uçsam yere kaydasan Devrin gelse tükenmez devran deme Kim bulsayım bitti asi bendesin Özgeni yer özünni asman deme Asmana uçsam yere kaydasan Devrin gelse tükenmez devran deme Haram devlet kızam bular yelkemi Sakta durum Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, sog' omonmisiz? Kia avtosalondan bugun xudo xolasa narxlarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ko'pchilik so'rabdi, pozitsiya so'rab, xudo xolasa narxlarini alohida skidkalarini chiqoladi, pozitsiyasini chiqoladi deb batafsil video qilib beramiz. Qisqami istaram oxirlardan ko'ringlar. Xudo xolasa shunday mashinalar hammani yetirsin. Kia'ni o'zlaringiz ham bilasizlar, zo'r brend. Narxlari bilan ham tanishtiramiz, bo'lib berara, xarid qilaman deb yurganlar bo'lib berarni tashkil qilganlar. Adresini tushuntirib o'taman, yaxshilab eshitinglar. Adres Urganch shahar Taxta bozor yonidamiz. Taxta bozorning yo'lida. Bu yonimiz Taxta bozor, Demir bozor, Dayva avtosalon bo'ladi. Dayva avtosalonning o'tasiz Galina do'kon bor. O'tganingizning chap tarafda Kia salon. Bu yon tarafimiz Obilgay tarafdan kelasiz, ko'pirdan tushib, Taxta bozor tarafga qarab yurib kelasiz. Glass Pro aynalari to'g'rimizda joylashgan. Glass Pro'ning to'g'risida Kia avtosalon. Esa boshimiz xudo xolasa ekranlardan nomerini chiqarib qo'yaman. Yanglishadigan bo'lsangizlar, reklama berish xohlovchi tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, mening nomerim 97lik 458 50 bemalol murojaat qilinglar. Ajoyib qilib reklama qilib beramiz. Videoni yaqinlaringizga bir tashakkur qilinglar, Telegramda gruppalara klass bosib beringlar, ko'proq odamlar tarqalish uchun yordam bo'ladi. Shunday foydali videolarni ko'rish uchun kanalimizdan podpisatsiya bosib qo'yinglar. Esa boshladik, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kia avtosalon Instagramda profillari va obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Bu yerdan foydali videolarni chiqarib botirlar. Karnivalni durishini qaranglar. Oilaviy mashina kerak deydiganlar uchun bor. OKB gapdina. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bir chetdan xudo xolasa xalqni tanishtiraylik. Qistonimiz bu safar pozitsiya, qaysisina krediti bor, ya'ni rassroshkasi bor, qaysisina yo'q. Krediti bo'lsa krediti. Bo'ldi. Nedan boshlaymiz? Endi bu Sarento'dan boshlaymiz, birinchi turgan bu yandan. Bo'ldi. Hop, Sarento. Bu hozir ikkinchi komplektatsiyasi. Ava. Bularning 4 komplektatsiya bo'ladi. 4 pozitsiyasidan rassroshkasi bor. Bor. Ava, bo'ladi. Foizsiz. Foizsiz bo'ladi. O'zini pulini bo'lib turib olsalar bo'ladi. Ava. Xo'p, bulardan chiqib bo'ladi. Birinchi pozitsiya. 40% ni to'lasa, xo'p, 1 yil, 1,5 yil olsa bo'ladi. 40% to'lasa. Ava. 50% ni to'lasa 2 yildan olsa bo'ladi. O, yaxshi. 50% ni to'laydi, qolgan 50% ni 2 yil medalab boraveradilar. 3 yil bo'lsa ham bularda hozircha 3 yil yo'q, balki mashillik qilishi mumkin. 3 yil olib bo'ladi hozir ava qarang. Banda Sportage bayna. Ava. Sportage modelimizni olsak bo'ladi. KB ishlarni, Carnivallarni, keyin Cerato 4 xil modelda 3 yillik bor. 3 yildan bo'ladi. Foizsiz. Foizsiz. Xo'p, bu 4 pozitsiyasi bor dedingiz. Birinchi pozitsiyachi so'm 637 milliondan boshlaydi. 637, 655 desak bo'ladi. 740 i 775 bo'ladi. 775. Endi naq beradan bo'lsa, men krediting kerakmidi, rassroshka ham kerakmidi desa, skidka bormi? Bor. Naq to'lab olaman deydigan bo'lsa, ishi birinchi, ikkinchi pozitsiyasida 7,5% skidka desa bo'ladi o'zini pulidan. Ava. Ikkinchi, uchinchi, uchinchi, to'rtinchi pozitsiyalarida 5% skidka desa bo'ladi. Necha so'm bo'ladi где-то u masalan? Yana misol hisoblab beraman. Isboti bilan. Misol uchun 3-chi pozitsiyada 739 900 ming. Quyoshda ko'rinmagan, aytavering. Ko'rinami? Ko'rinmadi o'xshaydi. Bilinma. Ko'rindi, ayting. Soyada yana. Minus 5% hitkasiz. Necha bo'ldi? 703 million bordi yana. 703 ang? Men endi kamerani yaqinlashtirdim, menga ko'rinmadi. 703 million so'm bo'lsa, 703 million olib bo'ladi. 740 millionlik mashina 703 million olib. Naq olaman desa. Xo'p, ketdi. Mana instruksiyalarni xudo xolasa saytlari bor, saytlarimdan ko'raverasiz. Agar xolosa bemalol kelsin, xohlovchilar bo'lsa, salonimizga kelsa, hammasini tushuntirib beramiz. Azilik bo'ling. Ba'zi ilik ava, ko'chadagilar hammasi ilik turadi. Sarento oldi tarafidan ham ko'rsatamiz. Chanda bor agar. Ko'ramiz ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Xo'p, bu Sportage. Bu Sportage. Bularda 5 xil komplektatsiya bo'ladi. Shu hozir eng birinchi komplektatsiyasi 450.
450. Bularda qarang, narxlarını aytib o'tib ketaman. 450, 490, 540, Ava. 560, 600 bo'ladi. Aha. Başdagi birinchi, ikkinchi, uchinchi sanag'anlarimizda rasroshka bor. Ava. Undan yangi aytganimdek 3 yildan ansaz bo'ladi. 600'likda yok. Yo'q, 600'lik bilan 560'likında yo'q. 450, 490, 540'likında bor. Tushunarli. Rasroshkasi. Uzakı 36 oydan alsalar bo'ladi. 36 50 ay. foizini to'laydi. Ava. Qolgan 50 foizini 3 yilga meydalab boraveradi. 3 yil. Foiz bo'lmaydi, to'g'ri adına chiqadi. Demek Salento 7 kişilik bo'ladi, oilaviy. Bu 5 bo'ladi lekin. Bular 5 kishilik bo'ladi. Şu adam sanını ko'p aytılmaydi. O'zim ham qiziqib o'tiraman. Mashallah ko'p adam sanını çeken deb. Ava. Bu 5 adamlık. Bu 5 adamlık bo'ladi. Lekin ichi keng. İçi keng. İçlari keng. Haqiqatan keng. Xadoylardan yumshoq bo'ladi. İçi komfortlikına gap yok. Komfortlari zo'r. Bunda hozir bu birinchisi, ichanda ikkinchisi bor. Birinchisi unda turgani, chetda turgani 3-komplektatsiyasi. Xo'p, tushundim. Naq bersa bular skidga berib bilamizmi? Bor, albatta, bulardan bor. Hozirgi aytgan shu 3 boshdagi birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarida naq to'laydan bo'lsalar, skidkalar ham bo'ladi. Yine. Naq to'lasangiz skidkasi bor. Xohlasangiz 3 yilga bo'lib beradi bor. 50% to'laydi lekin, to'g'rimi? Endi yo'q. Kamroq to'lasa, muddat ham kamroq bo'ladi. Misol 30% ya 40% to'lasa, 2 yildan olsa bo'ladi. 30% to'lasa ham olsa bo'ladi. 30% to'lasam, Aniq, 40%, aniq, 100%. Yine 30% ham bor. 30% to'lasam, 40% to'lasam olsa bo'ladi, faqat 3 yil emas, 2 yil olib biladilar. Qolganini. Xo'p, bu navbatda Karensmadi bu? Bu Karensda ham avtomobil. Bu hozir birinchi komplektatsiya. Bularda 4 xil komplektatsiya bor. 4 xil bo'ladi. Birinchisi necha so'm? Narxlarni aytadigan bo'lsak, xo'p, 315, 340, 410, 430 bo'ladi. Ava. Shu ila 315lik variant. 315 ming so'mlik variant. Bular 6 odamlik bo'ladi. 2dan o'tiradi, 3 qator. Kapitanskiy deymi? Ava, kapitanskiy bo'ladi. 6 odamlik bo'ladi ekan. Bular rastroshka bormi? Bor, faqat eng oxirgi, 3-4-chisida bor. 3-4-chisida bor. Muddati lekin sal kamroq. Balkim ko'payishi mumkin keyinchalik. Borgan sayin yangiliklar bo'lib turibdi. Yine hozirgisi danli momentda. Danli moment 3 bilan 4-pozitsiyasida bor. 50% to'lab, qolganini 1,5 yil olsa bo'ladi. 1,5 yil bo'lib turibdi. Tushunarli. Shunda yangidan naq to'lab olaman desa, undan skidka bo'ladi. 15 million skidka etsa bo'ladi 3-4-chisida. Birinchi, ikkinchiga yo'q ekan. Birinchi, ikkinchida ham etsa bo'ladi, 10 million odam etsa bo'ladi. 10 million odam skidkasi bor, aynan. Xudo xolasa naq olaman deydi onlar uchun. Qistan men turibmiz, salam like bosib beringlar ko'proq odamlar tarqalishi uchun. K5'imiz. Xo'p, K5. Bularda option. O'lmaga 8 pozitsiya bor endi. Dum ko'p. Bunda klientlar ham o'zlari ham qiynaladi. Iloji boricha bularni o'zlarimiz yordam beramiz. Qo'ldan kelgancha mijozlarga sizga qaysi komplektatsiyasi kerak, necha narsasi bo'lishi kerak deb tanlashda bitta yordam berib beramiz. Natijada turi ko'p. O'lmaga 8 xil komplektatsiyasi bor. Shu yana imbi turgan oqi ikkinchi komplektatsiyasi. 2. O'zi narxlarni aytadigan bo'lsak, birinchisi 380 dan boshlaydi. 380, 420, 470, 480, 495, 500, 515, 540 bo'ladi. 540. Endi bular rastroshkanchi. Bularda rastroshka 3-chisidan boshlanadi. 3-chisidan to 8-chisidan ochildi. Avval 7-chisidan edi, xoriz bo'lsa, yozda bo'lsa. Oxirgisida yo'q edi, oxirgisida ham ochildi. 540 likdan ham ochildi. Demek eğer 380 milyon en arzanıda diyecek. En arzanından naqtırada skidka bormi? Yo'q, yo'q. Hozircha birinchi, ikkinchisida skidkalar yo'q. Balkim keyinchalik bo'lishi mumkin. Lekin kredit etib olsa bo'ladi uni. Bo'ladi, bemalol. Masalan, 380 milyonni 30% dan to'lasa kredit chiqadi. Bemalol. Necha foizdan chiqadi ekan? Uni banklardan ko'ramiz, kompyuterda qaysi bankda eng kam foiz bo'ladigan bo'lsa, shundan chiqarsa harakat etamiz. Ya'ni hozir o'zlaringiz ham 2-3 bank bilan ishlaysizlar. Benim özünde Asaka oturttu. Benim özünde asasiysi Asaka Bank oturadi. Endi agar boshqa bir bankda kamroq foiz bo'ladigan bo'lsa, shundan chiqaramiz. Lekin, o'zlari ham xohlagan bankni aytsa bo'ldi, chiqadi. Bemalol. Bankdan ahamiyati yo'q, qaysi bankdan chiqsin. Tushundim. Demak, 8 pozitsiyasi bor, eng arzoni 380 dan boshlanadi. Xo'p, qarasangiz, hozir tayyor sotuvda bormi bular? Bor, yana ikkinchisi bor, uchinchisi bor, xo'p, 5-chisi bor, 7-chisi bor, eng oxirgisidan ham bor, 540 likdan ham bor tayyor. Tushunarli. Xo'p, bir de Sanet bor, Karensdan arka bor ekan. Seltos ham bor. İçandan bormi Seltoslar? Tak, bu yerda deyarli hammasi bor, faqat Karnival yo'q. Karnivalni İçandan ko'rsatamiz, hozir bu yerda Karnivalni bir ko'rsatib beraylik. Yine duruşuna qaranglarmi, klass. Bulara metan problemi yo'q aqi, to'g'rimi? Hech qanday muammosi yo'q. Metanlar ochib berdim yana. Yine açıldı. Bismillah. Nasib etsin buning mashinami. Oilaviy zo'r mashina, 8 nestala bo'ladi. Komfortlari zo'r. Mashinning isi kelib turishini qarangman.
Qani necha so'm, necha pozitsiyasi bor? Hop, bunda o'zi hozir sotuvda 3 xil komplektatsiya bor. Ava. 604 dan boshlaydi. 604, 650, 700 bo'ladi. Narxlar oladi. Bu hozir ko'rib turganimiz eng oddiysi 604 lik varianti. Eng oddiysi shuningmi? Ha, eng oddiysi shuning. Xo'p, bularda rassroshka, ya'ni aytgan, boshda aytganimizning shu K5 Sportage'nikining 50% ni to'lab 3 yildan olsalar bo'ladi. Naqd to'layman deb olaman, naqd to'lab olaman desalar, 604 lik mashinaga şöyle eng zo'r yeri necha? 483 milyon olsa bo'ladi. Keting ey. Naqa? Naqd to'layman. Ishi tayyorli. 2025 mi? Yo'q, lekin yili 23 bo'ladi. 23. 23. Sabab shunda, skidkasini ko'p bo'lib turgan sabab shunda. Yili 23 bo'ladi. Lekin bu mashinada yil degan narsa unchalik so'ramaydi. Bu mashinada so'raladi. O'zi 20 arg'i nalari 23 mi, 25 lardan bormi? Yo'q, mana hozir 24-25lari yo'q. To'ka 23 mi? Faqat 20. Bo'ldi, el xatari-ku. Ammada. Kim olsam 23 dan oladi. Kim olsam 23 dan oladi. Bularda hozir tozasi yo'q. Tushunarli. Sabab skidkasini jollab turgandan sabab shunda-da. O 483 ming so'm dedingizmi? 483 milyon olib beradi. 604 lik mashinani 483 milyon olib qoladi. Yine klass. Eng oxirgi pozitsiyasi bu perdelarida dong bor ekan-a? Orqalarida shtorkalar ham bo'ladi. O'zi bu mashinadan lekin agar oladanlar bo'lsa, bitta soch kerak, narsa o'zi kam qoldi. Qarasam bormi? Bor. Imini shu narsani qarasam bor. O'zimizda tayyorda skladda turibdi. Zo'r. Ichanda Seltislarni, sanitlarni ham ko'rsatamiz. Shunda 3 pozitsiyasi bor deding. Sotuvda 3 xil pozitsiyasi bor, lekin Kerimboya ikkinchi bilan uchinchisidan deyarli qolmadi. Faqat birinchisidan qoldi. U ham sanoqda kam qoldi o'zi. Shunda 604 dan boshlanadi dedingiz, aytib bering yana bir. 604, 650, 700 bo'ladi. Tushunarli. 700 lar ham naqd to'lasa skidka bor. Albatta. Ular ham skidka oladi. U где-то 87 millionning skidka bo'larmidi, o'tishadi u? Xo'p, bularda hisob-kitob etib ko'rishaylik. 12% skidkasi bor. Misol 650 lik, yo bo'lmasam turing 700 lik deymiz. 699, 900 desak. Minus 12% skidka desak. 615. 84 millionning skidka o'tdi. 84 millionning skidka. Ya'ni eng oxirgisi. 84 million so'm skidkasi bo'ladi. Naqd to'lasa. Naqd to'lasa. Argodim ulardan komfort bo'lar ular ichida. Ularda novrotlardan ko'p bo'ladi. Novrotlardan ko'p. Xo'p, biz hozir Seltis bor, Sanet bor. Sanetdan boshlayveramiz. Sanetdan yana gap qilamiz yana. Sanetimizni chiqib o'tdi. Akkumulyatorlarni nazorat berib tutdi. Bellarni e'tibor beramiz. Bu har vaqt shunday turadi. Akkumulyatorlar o'tirib qolmasligi uchun nazorat berilib turadi. Xo'p, bularda hozir narxlar ozgina ko'tarilgan. 226, 253, 283 bo'lgan. 3 pozitsiya. 3 xil pozitsiya. Avvallari 200, 223, 250. Shu bo'lsa ozgina ko'tarilgan, lekin rasochkasi bor. 60% ni to'lab turib 2 yilda rasochka olsa bo'ladi. Agar yo'q, naqd to'lab olaman desa, avvalgi narxdan ham olsa bo'ladi. Naqd to'lab olaman desa, avvalgi narxdan olsa bo'ladi. Hozir agar men bo'lib beraber olaman desa 2 yilmi, 3 yilmi? Yo'q, 2 yildan. 2 yildan. Endi 2 yildan rasochka bo'ladigan bo'lsa, nechadan chiqadi u? Xo'p, misol yana 3-pozitsiya 60% ni to'lab 2 yil olaman desa, oylik to'lov 4700 dan tushadi. Xo'p, oylik to'lov 4100. Summasi ana pulni necha so'm masalan? Hozir summa masalan eng 3-pozitsiya necha so'm dedingiz azman? 283. 283 ni 2 yilga bo'lib beriladi. U ustini yashasa menmidi uni? Shuni o'zini bo'lib to'ladi. Naqd to'lasa chiqadi dedingiz. Naqd to'lab olaman desa shu 250 olib biladi avvalgi narxida. Avvalgi narxi. Hozirgi narxidan 30 million o'tib biladi. Tushunarli. Avvalgi ko'na narxida o'zini narxida olasiz. Agar bo'lib beraman olaman desangiz 30 million so'm razisa beradi ekan. Tushunarli. Lekin foiz menmidi 30 milliondan keyin. Oldindan necha foiz to'lash kerak uni aytib olish uchun? 60% to'lash kerak. 60% degan. Xo'p, bunda 3 pozitsiya bor ekan. Tayyor bormi? 25 mi bo'ladi? Bular 25. 25. Bular 25. Xo'p, Seltis'imizdan. Bu 5 odamlik. Bular 5 odamlik. Seltis. Bu yoqda Seltis. Bular 4 xil komplektatsiya bo'ladi. Narxlarni boshda aytib o'tib ketaman. 400, 420, 430 и 450 bo'ladi. Bu ko'rib turganimiz hozir 430 lik varianti. 430 lik variant. Bularda rassrochka Karimboya birinchi bilan ikkinchisida bor. Ikkisida 2 xil lekin. Birinchisida 50% ni to'lab 2 yildan olsa bo'ladi. 50% to'lab 2 yil. Ikkinchisida 50% ni to'lab 1,5 yil olsa bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasida kamroq muddat olib qoladi. Uchinchi, to'rtinchida hozircha rassrochkasi yo'q.
Birinchi, ikkinchisida yani naqd to'laganda esa skidkasi bo'ladi. Tushunarli. Naqd to'lansa, o'sha 400 lik birinchi pozitsiyasi 400 lik deganimiz 360 million olib biladilar. 40 million olamiz. 40 million o'tib biladi. 40 million skidga. Bunda lyuklari bor, undayna. Nechanchi pozitsiyada deysiz shu turganda? Uchinchisi bu 430 lik. Bunga lekin hech narsa yo'q. Kredit bor faqat, endi. Kredit Bunda hozir faqat ya naqd olsa bo'ladi, yo bo'lmasam kredit etsalar bo'ladi. Kredit bo'ladi, foizli bo'ladi-da u. Navrotlari zo'r. Oldi siziniyasi qizadi, orqa siziniya qizadi, rul qizadi, head-up display bor. 5 odamlik bo'ladi, orqasini dizayni chiroyli bo'ladi. Xo'p, qaraymiz. Ko'chada ko'rsatdik, endi ko'chada yomg'irda. Ko'chadagi birinchi, ikkinchi pozitsiyalar turadi. Bu eng oxirgi 430 liki. Eng oxirgisi bu. 430 likini necha so'm to'lashi kerak bunga? 3 yil yo'qadi bunga, 3 yil. Yo'q, bunda 1,5 yildan bor. 1,5 yil. Necha so'm? Yani 50% to'lab, qolganini 1,5 yil. 1,5 yil. Bu nelarni qarangmi? Sidinlar ham dum dahshat. Bu dum ichi keng bo'ladi. Keng ham baland. Balandligi dum zo'r. Uchinchi qatorda misol katta odam o'tirib ham biladi, kalla demaydi yana. Где-то bir necha bunti? Bir yerdan baland. Yerdan balandligi 19 sant. 19 sant. O'zi ko'psi 19 sant bo'ladi ko'psi. Ko'psi shundan. Eng past yeri hisoblanadi, eng past yeri hisoblanadi bu yerda. Ganlar o'zi 19 dan ham ko'p berib ko'rinadi-ku. Eng nasi 19 sant o'zi standart bo'ladi. Ko'psi 19 emas balandligi. Xo'p, Sportage. Bu qaysi pozitsiya bu? Bu hozir Sportage'ning ikkinchi komplektatsiyasi, Style Light deb aytiladi. Bularda 5 xil bo'ladi, ya'ni aytganimizdek. Bu hozir 490 liki, ikkinchisi. 490 liki. Sportage bilan Sorento sal o'xshash ketadi, ki bu dum bahaybat qo'yna. Bunda nima bo'ldi? K5 mi? Bunda K5. K8 bormi? K8'imiz ham basklatda tutdi. Pullarni ayta olishun? K8 o'zi bir xil bo'ladi. Birmi? O'zi bir xil bo'ladi u. Necha so'm? 730 million bo'ladi o'zi. Unga rasoshka bormi? Bor, 1,5 milliondan lekin. 1,5 million. Necha foiz? 50% to'layman. 50% ni to'lab, qolganini 1,5 million chiqarsa bo'ladi. Yana. Unga skidka bormi naqa? Bor, naqa skidkasi bor. Tak, bunda adashmasam 7,5% skidka bo'ladi o'zining narxidan. 729 dan bo'lsak, 675 million olib biladilar. Naqa. Xo'p. Ki K8 bo'ldi, hang boshqa variant yo'q. O'zi bir xil. Yo'q, K9 deganlar. K9lar ham agar halol bo'lsa, oldirib beramiz. Xohlovchilar bo'lsa oldirib. Keyin yani labo o'xshidan ulraklari chiqdi sizlarda. Bongo deganlar bor. Qancha so'm ular? Ular 280, 290, 295, 315 odam bo'ladi. Ular skidka bormi? Bor, albatta. Naqd to'lab olaman desa, ulardan skidka soladi. Rasoshka bormi? Ularda hozircha rasoshka yo'q, balki ochilishi mumkin, lekin hozircha naqa skidka bor. Naqa skidka bor. Kreditni olaman desalar, kredit ham bor. Unda ko'chada turibdi. Yani videoni boshidan ko'rgan bo'lsangiz, unda turibdi. Bongo dedingiz buni adini? Kia Bongo. Kia Bongo. Nechal buni ob'yom markasi? Tak, uzinasi bunda hozir ish ko'rib turganingizni uzunligi orqa грузовой отсeki 311 bo'ladi uzinasi. 311. O'sha mashinaning o'zini uzunligi 520 bo'ladi. 520. Telefon nomeringizni bir aytib bering. 88 158 11 11. 88 158 11 11. Shu bolani o'zi oladi, xudo xolasa. No savollaringiz qolib ketgan batafsil ma'lumotlarni beradi. Instagramda o'zingizni profilingizni ham ayting, Kiyanakini ham ayting. Bo'ldi. Instagram o'zim profilim aytadigan bo'lsam, Kiya pastki chizikcha Javohirda yozadilar, o'zim chiqaman. Xalosalar o'zimizning shu salonimizning o'zining profili bor, Instagram akkauntimiz bor, Kiya Xorazm desa chiqadi. Nov yangilikki bo'lsa, berilmayotgan aytganimning savollar bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni beradi. Javohirdan so'rayverasizlar, ekranda nomer ursangiz ham Javohirni o'zi oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlar omad Javohir. Qisqaning xarakteristikalari bo'yicha ham so'raysizlar, bizga hozir pozitsiya narx masalasi hamma qiziq. Bu xarakteristikani nima deydi, saytidan ham olaveramiz bizga deb yozibdi ekanlar. Omon bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.